Aziz do'stlar, siz bilgan va ishonch bildirgan Umbem klinikasi endi sizga yanada yaqinroq. Biz yangi filialimizni ochdik. Shu sabab yangi klinikamizda turli xil xizmatlar uchun 20% gacha chegirmalar taqdim etamiz. Marhamat, klinikamizga kelib, o'zingiz va yaqinlaringiz sog'lig'iga g'amxo'rlik qiling. Bizning yuqori malakali shifokorlarimiz quyidagi sohalarda xizmat ko'rsatishadi: stomatologiya, ginekologiya, terapiya, lor, jarrohlik, pediatriya, urologiya, UZI va boshqa yo'nalishlar. 5000 dan ortiq turdagi laboratoriya tahlillari olinadi hamda eng yuqori sterilizatsiya darajasi o'tkaziladi. Bizning manzil Moskva shahri, VDNX metro bekati, Kondratyuk ko'chasi 2. Telefon raqamimiz 8 925 103 22 55. Mutaxassis ko'rigiga oldindan yozilishni unutmang. Umbem klinikasi. Biz sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uramiz. Rossiya armiyasi 23-may kechasi Kiyevga raketa va dronlar bilan ommaviy hujum uyushtirdi. Oqibatda bir kishi halok bo'ldi, 21 kishi jarohat oldi, 3 nafari og'ir ahvolda. Shahar bo'ylab 40 dan ortiq bino, jumladan turar joylar ziyon ko'rgan. Yirik savdo markazi butunlay yonib ketgan. Rossiya shunday qilib Ukraina bo'ylab dronlar, ballistik va qanotli raketalar hamda arishnik raketasi yordamida keng ko'lamli zarba berdi. Zelenskiy tunda Kiyevga qilgan hujumlarni qoralab chiqdi. Bu juda og'ir zarba bo'ldi. Har xil turdagi 90 ta raketa otildi. Ularning aksariyati 36 tasi ballistik raketalar edi. Shuningdek 600 ta dron bilan hujum qilindi. Afsuski barcha raketalarni urib tushirishning imkoni bo'lmadi. Eng ko'p zarba Kiyevga to'g'ri keldi va Kiyevning o'zi Rossiyaning ushbu hujumidagi bosh nishoni edi. Putin hatto "ura" so'zini normal talaffuz qila olmaydi. U so'zlarni chaynaydi, lekin baribir o'z raketasi bilan turar joy binolarini yakson qilishda davom etmoqda. Rossiyaning 3 ta raketasi suv ta'minoti inshootiga qarata otildi. U bozorni yoqib yubordi, o'nlab turar joy binolariga va bir necha oddiy maktablarga ziyon yetkazdi. U o'zining arishnik raketasini uchirdi. Nima ham derdik, bu haqiqatdan ham aqldan ozgan, dedi Ukraina rahbari. Rossiya Mudofaa vazirligi Ukrainaga arishnik raketasi bilan zarba berilganini tasdiqladi. Rossiya qo'shinlari Ukrainaning harbiy boshqaruv obyektlariga arishnik, shuningdek Iskandar, Kinjal va Sirkon raketalari bilan zarba bergan. Vazirlikka ko'ra, ushbu hujum Ukrainaning Rossiya hududidagi fuqarolik obyektlariga uyushtirgan terrorchilik hujumlariga javoban amalga oshirilgan.